Xudo xolasa Equinox'da kasali topildi. Tracker 2larga o'xshab vakuum nasosda Tracker 2larda taqillab ovoz chiqib qolyapti. Xuddi shunaqa ovoz bilan murojaat qilgan. Bundan deb ko'rdik, kirishgan ochib tekshiruvdik akalar. Mana bitta qulachog'i, ichida rolik tushib qolgan. Endi bitta qo'limda telefon. Bunday qilib ko'rsatib berishga xudo xolasa harakat qilamiz mana. Qaranglar akalar. Onamda mana bitta roliga tushib qolgan. Shuni hisobiga taqiratib ovoz chiqargan. Mana ichida shu bittasi kam. Shu aylanib ketdi mana. Ko'rdinglarmi, bittasi mana aylanib ham qoldi. Chachilib ketgan. Shuni hisobiga taqillab ovoz chiqib qolgan. Mana qolganlari go'zal holatda turibdi roli. Hammasi o'ta go'zal mana qolganlar. Ishlashlari, aylanishlari bir xilda. Lekin mana qo'limizda endi. Bunday qarasanglar. Endi bitta qo'lda telefon, bitta qo'lda bu. Mana o'sha chachilib ketgan. Ko'rdinglar, mana o'tib ketdi. Mana bular yaxshi mana. Mana chachilib, mana o'sha. Mana bittasi tushib qolgan. O'sha o'rnidan qolganlari silchab. Qolganlari go'zal. Endi uzoqroq bo'laveradi bu video sababi. Mana qaranglar, hammasini roligi joyida qolgan. Zo'r. Navodo hamkasblar, sizlarga ham shunaqa Equinox'lar keladi-yu, kelganda taqillab qoldisa, bu deb bosh qatirmasdan shunday ochib turib, mana shunday ochib turman. Bitta aylantirib, po'latini ko'rib qo'ysanglar bu. Buniki chata bo'lgan. Sen bir Equinox ochmagan ekan deb yozib qo'yaverasizlar. Mana aka. Foydali bo'lib qolar, xudo xolasa bu video hamkasblar uchun. Endi bir haftada 2 marta, 3 marta Equinox ochib qoladiganlar uchun bu oddiy narsa. Bizga o'xshagan endi ochayotganlar uchun foydali. Like bosib qo'ying aka. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar.